xizmatchilarni o'z manfaatidan foydalanishligi. Korrupsiyaning turlari bor. Masalan, pora olish, pora berish, o'z maqsadlari yo'lida amalga oshirish. Mana har bir tenderlar o'tadi, boshqa o'tadi, shunday o'z xizmat vakolatini chiqarishda foydalanish. Ularning hammasi va hammasi korrupsiya holatlariga kiradi. Buning sizlar beryapsiz, sizlar davlat xizmatchilari, sizlar oldilariga ham, bemorlarga ham ko'p oladi. 90% bemorlar sizlarga murojaat qiladi. Hammasi ular nimaga muhtoj yo'q, majburiylikdan keladi, davo topishga. Shuning uchun Xalq tashqi ishlarni olib bergan maqsad mana shu bemorlarga o'z muomalalarini qilib, joy-joyiga qo'yib, aytgan vazifalarini, aytgan kasallarni diagnoz to'g'ri qo'yib, hech qanaqa ulardan o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanib degan gap bo'lishi mumkin emas. Shu haqda biz takror bo'lsa ham aytyapmiz, yana ham aytamiz. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki davlat ommaviy axborot vositalarida, televizorda, ijtimoiy bo'limlarda ko'ryapsizlar. Korrupsiya bilan shug'ullangan oddiy hamshira, oddiy bo'lmasa davlat katta bir vakolatli insonlarni qanday qo'lga ishdan solib, olib ketgan o'z ko'zlarini ko'ryapsizlar. Shularni biz tushunishlarini xohlashimiz uchun bizlar tashkilot qarorlarini olib boramiz. Agar biz tashkilot qarorlarini olib borib, sizlarga ozgina bo'lsa ham shunga qarshi kurashish, shunga qarshi bir vijdon bilan qolsak, biz albatta nimaga natija erishamiz. Bu narsa birinchidan korrupsiyaga yo'l qo'yish davlat iqtisodiga katta zarba. Ikkinchidan ijtimoiy tenglikni buzadi. Ijtimoiy tenglik degan nima? Sovet kelgan masalan bemorlar bilan boshqa murojaat qilganlar ozgina bir shunday korrupsiya holatlar ro'y bersa, sizlarga umr bo'yi sizlarni eslab yuradi. O'zlari davlat tomonidan qandaydir va aytib ketgan narsalar, qonun qaysi degan narsalar ijtimoiy tengsizlik kelib chiqishini oldini olish kurashga uchrashuvlar o'tkazib, avvalroq aytamiz. Shularni vaqtda endi sizlar biz mana har bir avshlar tashkil reklamani mana ijtimoiy bo'limlar tayyorlayapmiz. Albatta sizlar ko'rib, o'qib, bizlarni xulosa chiqarishlarini so'raymiz. Mana bizda tuman tibbiyot birlashmasida tuzib chiqardik, yo'l qo'yishamiz. Valiyev, Rahmonov, Sattarov, birinchi muavin hammamiz a'zolar. Bizga bir necha marta aytilyapti. Qarang. Mana shu kun ertalab, mana shu bemor, ko'chirib qo'y.